Bugun biz Shavkat aka Cobalt'ni oldiga keldik va hozir Shavkat aka aytib o'tadilar. Cobaltlar narxi qanaqa? Tushdimi, tushmadimi va minimum va maksimum narx. Sergeli Moshina bozor narxlarimizni o'sha desam ham bo'ladi. Narxlar deyarli tushmadi. Hamma yoqda shu bo'lyapti, lekin Xudoga shukr. Endi yil boshida ozgina savdo suslashdi. Hozir mana oxirgi 3 haftada savdolar yurishib yaxshi. Lekin 3 kun oldin chiqdi-yu xabar aka. Sergelida narxlar keskin tushib bormoqda, nimadir shunga o'xshagan xabar ko'rdim. O'shan keldik-da o'zi asliga. Lekin shunaqa xabarlar men ham ko'rdim, lekin bizda Cobalt qatorimizda biz aslida Cobalt sotamiz. Cobaltlarimiz bir tekis ketyapti. Xudoga shukr, savdolar bo'lib turibdi, yaxshi. Aka, minimum Cobaltingiz necha pul turibdi, maksimum eng qimmati? Cobaltlar Sergeli Moshina bozorida 8000 dan boshlanadi. 8000 dan eng balani 12600, 12,5 Bu midnight komplektatsiya adashmasam. Midnight'da. Bu probegi qancha yurgan, necha pulga sotyapsiz aka? Bu mana Midnight Cobaltimiz. Mana qora fari, qora diska bo'ldi, bakoy alishdi, orqa farasi alishdi. Qolgan salon qismida 3-chi holatda turibdi Cobaltimiz. Davlat bahosi 7 millionga ko'tarildi. Midnight bo'lgani uchun. Lekin o'sha style motor bir xilda Cobalt. Bu Cobaltimizni biz 12400, 12500 gacha sotyapmiz hozirgi kunda. Sizlarda nasiyalar, arendalar yoki hammasi bor. Nasiya savdoyi ham bor, muddatli to'lov ham bor, avtokredit deganligi hamma banklar shu yerda, GAI shu yerda, bir joyda notarius ishligisi bitib chiqib ketishadi. Bo'ldi, aka, rahmat sizga kattakon. Sergeli Moshina bozor xizmati bo'lsa, kelinglar, xizmatinglar beramiz. Rahmat.